3 oy oldin o'g'limni operatsiya qildirdik. Undan oldin juda ko'p shikoyatlar bo'lganligi sababli operatsiya qildirishga majbur bo'ldik. Ko'p lecheniya oldik. Quloqda eshitmaslik, burundan ko'p yiring oqishi, shamollash, tez angina bo'lishi, xurrak otishi, kechasi yaxshi uxlamaslik, hatto bizda shunaqasi bo'ldiki, urologik sabablar ham kelib chiqdi. Oxiri shu to'xtamga keldik, operatsiya qildirdik. Operatsiya juda ham yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Bir kun yotib chiqdik. Narkozdan chiqishi ham juda yaxshi bo'ldi. Hech qanaqangi nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi. Undan keyin o'ziga kelishi ham juda yaxshi bo'ldi. Operatsiyadan keyin уже 4-5 kun ichida уже xurrak otishlar butunlay to'xtadi. Nafas olishi, xurrak otishi, eshitish qobiliyati уже operatsiya kunidan keyin уже o'ziga kelgandan keyin shunaqangi yaqqol sezildiki, juda ham yaxshi jalb ham qildi. Shunaqa qattim baland eshitayotganda, shovqinlarni hammasi eshitayotganidan hozir Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Otabekka kattakon rahmat. Qo'llari yengil ekan, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana ko'rishingiz mumkin, o'z vaqtida to'g'ri qo'yilgan diagnoz albatta bemorga yordam bergan. O'shaning uchun quloq, tomon, burundan shikoyat bo'lsa, albatta malakali loyiha shifokorga murojaat qilinglar. Rahmat.